Yomon sharoitda yashaydiganlarga pul berilishi aytiladi. Hukumat qarori bilan Uchquduq, Zarafshon, Nurobod shaharlari va Ko'nmex tumanining Zarabdor shaharchasidagi budjet tashkilotlari xodimlariga kompensatsiya xususiyatiga ega bo'lgan ustama to'lash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Nizom Uchquduq, Zarafshon, Nurobod shaharlari va Ko'nmex tumani Zarabdor shaharchasidagi shaharlar budjet tashkilotlari xodimlariga kompensatsiya xususiyatiga ega bo'lgan ustama to'lash tartibini belgilaydi. Shahardagi budjet tashkilotlarini xodimlariga noqulay tabiiy iqlim sharoitlarida ishlaganliklari uchun oylik ustama to'lovlari budjet tashkilotlaridan ishlatilgan ish stajidan kelib chiqib quyidagi miqdorlarda belgilanadi. 3 yilgacha ish stajiga ega bo'lgan xodimlarga tarif stavkasining lavozimi maoshining 0,25%, 3 yildan 5 yilgacha ish stajiga ega bo'lgan xodimlarga tarif stavkasining lavozim maoshining 0,5%, 5 yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan xodimlarga tarif stavkasining lavozim maoshining 0,75%. Oylik ustamani olish huquqini beruvchi ish stajiga quyidagilar kiritiladi. Shaharlardagi budjet tashkilotlarida xodimning ishlagan davri xodim haqidagi ishlamagan bo'lsa ham, lekin qonunchilikka asosan shaharlardagi budjet tashkilotlarida xodimning ish joyi, lavozimi saqlangan davri. Navoiy kon metallurgiya kombinati AJ, Navoiy uran davlat korxonasi va Navoiy kon metallurgiya kombinati jamg'armasi DME tizimida maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimiga o'tkazilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlarining ushbu korxonalarda ishlagan davri.